Barchangizga xayrli kun. Qiz-kelinchaklar, mening arnama xush keldingizlar. Bugun sizlar bilan birga tayyorlov yo'li o'ta oңай. Жаздық салат tayyorlaydigan bo'lamiz, ya'ni свежий салат. Tayyorlov yo'li o'ta oңай, o'ta damda kez kelgan tomoq bilan uyulisadigan salat. Eng oldin tartarimizni tayyorlab oladigan bo'lamiz. Men qizanoq, qiyar және болгарский piyaz qo'llandim. Болгарский piyaz mendeti emas, o'zingizning qalolaringiz bo'yicha qo'shsangiz da, немесе qo'shmay qo'ysangiz da bo'ladi. Barlig'ini mayda etib turab olamiz. Tuzumuzni, qizil burishimizni solib aralashtiradigan bo'lamiz. So'ngan bizning salat tayyor. Qizil burish qo'shsangizlar yirik damda bo'lib chiqadi. Bolgarskiy qo'shuvlaringizda kenges beraman, өйткені bolgarskiy salatga o'ta kuchli dam beradigan bo'ladi. Salatimiz o'ta damda bo'lib chiqadi. Al as bo'lsin, qizlar mendeti turda tayyorlab ko'ringizlar. Mening arnama kelib, like bosib, kommentariy qoldirishni unutmangizlar.